A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-İmran suresi 6. Nahayeti şefqatlik, tolumu mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Kishilarni barliq yaxshi ishlarga buyurib, barcha yomon ishlardan to'sadi. Yaxshi ishlarni qilishda bir-biri bilan baslashadi. Ana shular Allohning yaxshi bandalari qatoridandir. Ular mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, har qanday yaxshi amalni qilsa, ularning amali Allohning dargohida zoyi bo'lib ketmaydi. Ular albatta mukofotlanadi. Allohning roziligini va uning mukofotini izlab yaxshi ishlarni qiladigan, harom ishlardan yiroq turadigan taqvodorlarni Alloh obdan biladi. Shubhisizki, Allohning oyatlarini inkor qilgan, uning payg'ambarlarini yolg'onga chiqarganlarning pul mollari va bolalari ularni dunyo va oxiratda Allohning azobidan qo'g'dab qolinmaydi. Ular do'zax ahlidir, do'zaxda mangu qoladi, uningdan hargiz chiqib ketilmaydi. Kafirlarning bu dunyoda yaxshilik yo'llariga sarf qilgan narsalari va ularning kutgan savobi, mo'l hosilni kutib turayotgan bir qavmning sovuq shamol nobud qilayotgan ziroatiga o'xshaydiki, ularning qilmishi sabablik bo'ron ularning ziroatini butunlay nobud qilayotgan. Ana shu kafirlar oxiratda hech qanday yaxshilikka erishamaydi. Alloh ularga uvol qilmadi, balki ular o'ziga o'zi zulm qildi. Ey Allohga, uning payg'ambarlarga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlar mu'minlarni qo'yib, kafirlarni do'st tutib, ularga siringlarni aytmanglar. Chunki ular sizlarga ziyon yetkazadigan har fursatni qo'ldan bermaydi. Sizlarga biroz ziyon zahmat yetsa xo'shal bo'ladi. Ularning sizlarga bo'lgan o'shmanligi ularning so'zlaridan namoyon bo'lib turadi. Ularning sizlarga qarshi dilida yushirgan o'shmanligi va dushmanligi texmo cho'ngdir. Shubhisizki, agar sizlar aqlinglarni ishiltadigan bo'lsanglar, vaz nasiyat elishinglar uchun sizlarga biz nurg'unlagan dalil isbotlarni va ro'shan oyatlarni bayon qilib berdik. Sizlarning kofirlarni yaxshi ko'rishdagi xatoliklarning o'p-ochiq dalili shuki, sizlar ularni yaxshi ko'rsizlar. Ularga yaxshilik qilasizlar. Halbuki ular sizlarni yaxshi ko'rmaydi. Sizlarga dushmanlik va o'shmanlik saqlaydi. Sizlar samoviy kitoblarning hammasiga, hatto ularning kitoblariga mu ishonisizlar. Ammo ular sizlarning kitobinglarga ishonmaydi. Ahvol shundoq tursa, sizlar qandoqlarcha ularni yaxshi ko'rsizlar? Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlarining dinidagilar bilan yolg'iz qolgan chog'da bo'lsa, islomning qudrat topganligi, musulmonlarning kuchlanganligi, kafirlarning ojizlashganligi qatorliqlarga hasratlanib, sizlarga bo'lgan qattiq ochiqidan barmoqlarini tishlaydi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, osho qattiq ochiqinglar bilan o'linglar. Alloh sizlarning dilinglarda yushirgan barliq razilliklarni bilib turadi va har kimga uning qilgan yaxshi va yomon amaliga qarab mukofot yoki jazo beradi. Ey mu'minlar, ularning sizlarga bo'lgan o'shmanligi shu darajaga yetganki, sizlarga g'alba, g'animat qatorliq bir yaxshilik yetsa, ular buningdan qattiq qayg'urib ketadi. Agar sizlarga mag'lubiyat, pul mol, jon, ochliq, ziroat tarafdan bir ziyon yetsa, ular buningdan xushal bo'ladi. Agar sizlar beshinglarga kelgan musibatlarga sabr qilsanglar, Alloh buyurgan ishlarni o'rindash, to'sqan ishlarni tashlash orqali uningga taqvolik qilsanglar, ularning hilasi sizlarga qilcha ziyon yetkazmaydi. Shaksizki, Alloh u kafirlarning barliq buzg'unchilik qilmishlarini bilib turg'uchidir. Ularga shu qilmishiga tegishli jazo beradi. Ey payg'ambar, shuni eslaginki, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan urush kiyimini kiyib chiqib, Uhud maydonida sahobalaringning saflarini ratlab, mushriklarga qarshi urush nuqtalariga o'rinlashtirgan eding. Alloh sizlarning barliq so'zinglarni anglab turg'uchidir, amalinglarni bilib turg'uchidir. Ey payg'ambar, shuni eslaginki, o'z vaqtida sizlardan Bani Salima va Bani Harisa qabilalaridan iborat ikki guruh kafirlar bilan urush qilishdan qo'rqqanlikdan munofiqlarning kattibishi Abdullah ibn Salulning so'ziga kirib qaytib ketmoqchi bo'lgan edi. Lekin Alloh ularni mundaq qilishdan saqladi. Shuning bilan ular sen bilan birlikda Allohga tayinib urush maydoniga mangdi. Mu'minlar Allohga tayansin. Ey mu'minlar, Badr urushida sizlarning kuchinglar ojiz, soninglar oz bo'lsa-mu, Allah sizlarga mushriklarga qarshi nusrat ato qildi. Sizlar Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzidan Allohning buyurganlarini o'rindash va to'sqonlardan yenish orqali
onunğa taqvoliq qilinglar. Ey payg'ambar, Badr urushida sahobilaring duchor bo'lgan ahvolni eslaginki, u chaqda ular mushriklarga kelgan yordamdan qattiq andishiga tushganda, bizdan kelgan vahiyga asosan sen ularga Rabbinglar sizlar bilan bir safda turib urush qilish uchun osmondan yer yuziga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi degan edim. Bunchilik farishta sizlarga albatta yetidi. Sizlarga yana bir bishorat shuki, agar sizlar dushman bilan ilishda chidamchanlik ko'rsatsanglar va Allohning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlardan yenib, taqvolik qilsanglar, Makkaning kofirlari sizlarni yo'q qilib o'tish uchun darhol hujum qilib kelganda, Rabbinglar sizlarga 5000 farishta bilan yordam beradi. Bu farishtalar o'zlarini va otlarini ro'shan alomatlar bilan farqlantirib turadi. Allah farishtalar bilan madad berishni faqatla sizlarga xush xabar bo'lsin va Allohning yordam beradiganligiga dilinglar xotirjam bo'lsin deb qildi. Yordam va madad faqat hammadan g'olib, qat'iy yengilmaydigan barliq tadbirlarda va hamma ishida hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidan keladi. Allohning Badr urushida sizlarga nusrat ato qilganligi, kufrda ching turib olganlarning bir turkumini o'ldirib yo'q qilish, o'limdan saqlanganlarning bo'lsa rasvo bo'lgan, g'albidan umidi uzilgan holda qaytishi uchundir. Ey payg'ambar, bandalarning taqdiri sening ilkingda emas. Ularning hamma ishi Allohning ilkididir. Balki sen bilan urush qilgan ashu kofirlarning bir qismining dili islomga ichilib musulmon bo'ladi. Shuning bilan Alloh ularning gunohlarini mag'firat qiladi. Qolganlari kufrda ching turish orqali o'ziga zulm qilganligi uchun Alloh ularni dunyo va oxiratda azoblaydi. Osmonlardagi va zamindagi mavjudotlarning hammasi faqatla Allohning mulkidir. Allah xohlagan bandasiga o'zining rahmati va fazl karami bilan mag'firat qiladi. Xohlagan bandasiga o'zining adolati bilan azob qiladi. Allah bandalarining gunohlarini nihoyat mag'firat qiluvchidir, ularga to'liq mehribondir. Ey Allohga, uning payg'ambarlarga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, jazonining barliq turlaridan hazar aylanglar. Qarz berganda asli pulinglarning ustidan ozroqmi foyda olmanglar. Har qitim qarz to'lashning vaqti kelganda o'sim hassilab oshadigan tursa, qandoqmi uni olasizlar? Bu albatta qatmuqat harom yeganlik emasmi? Dunyo va oxiratda nijotlikka erishishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Kofirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan saqlaninglar. Ey mu'minlar, rahmatga erishishinglar va azobdan saqlanishinglar uchun Allohning buyurganlarini o'rindash, jazoni yeyish qatorliq Alloh man'i qilgan harom ishlardan yiroq turish orqali Allohga itoat qilinglar. Payg'ambarning yo'liga agish orqali uningga itoat qilinglar. Rabbinglarning katta mag'firatiga erishinglar va taqvodorlar uchun tayyorlangan kangligi osmon zamincha keladigan jannatga kirishinglar uchun Allohga va uning payg'ambariga itoat qilishga oldiranglar. Taqvodorlar pul mollarini bayoshatchilikdimi, qisınchilikdimi Alloh yo'lida sarf qiladiganlar. Ochiqqa sabr qilib o'zini besib olalaydigan, o'ziga zulm qilganlardan o'ch elishga kuchaytiradigan turib, ularni kechiralaydigan kishilardir. Allah mana mushundaq yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Ular biror cho'ng gunoh qilib salsa yoki uning to'yinidagi gunohlarni sodir qilib o'ziga zulm qilib qolsa, darhol Allohning va'dasini va ogohlantirishini esiga ilib, gunohlari uchun mag'firat tilagan holda Allohga qaytadi. Ular gunohlarni Allohdan boshqa hech kimning mag'firat qilinmaydiganligini aniq biladi. Shunga ular gunohni davomlashtirmaydi. Ular tavba qilsa Allohning albatta mag'firat qiladiganligini biladi. Ashu katta sifatlarga ega kishilarning mukofoti Rabbining ularning ayblarini yo'gishi, gunohlarini mag'firat qilishidir. Ular qasrlarining va dal-daraxtlarining ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kiradi. Ular bu jannatlarda mangu qoladi. Uningdan hargiz chiqarilmaydi. Yaxshi amal qiluvchilarning mukofoti bo'lgan mag'firat va jannat nima degan yaxshi? Allah Uhud urushida talofatga uchirgan mu'minlarga tasalli berish uchun ularga mundaq xitob qildi. Sizlardan ilgirmi ko'plagan ummatlar o'tgan. Ularning orasidagi mu'minlar kofirlarga qarshi jihad qilish bilan sinalgan va oxirgi g'alaba yanada mu'minlarga mansub bo'lgan edi. Shunga sizlar Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilgan kofirlarning oqibatidan ibrat olish uchun yer yuzini kezinglar. Bu Qur'on insonlarga bayondir.
haq yo'lning yetakchisidir va Allohdan qo'rqadigan taqvodorlarning dillarini yumshatadigan vaz-nasiyatdir. Vaz-nasiyatning taqvodorlarga xos qilinganligi Qur'ondan manfaat oluvchilarning faqat shular ekanligi uchundir. Ey mu'minlar, agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, dushmanlaringlarga qarshi jihad qilishda ojizlik qilmanglar. Uhud urushida yetgan talofatdan ma'yuslanmanglar. Sizlar g'olibsizlar, oxirgi g'alaba sizlarga mansubdir.